Assalomu alaykum birodarlarim, sog' salomatsizlar do'stlar. Masalarga tabiiy detoks ko'rsataman do'stlar. Ko'ryapsizlar mana. Hamma bilgan oqbosh ildizdan guligacha foydali do'stlar. Masalan, deylik teri kasalliklari, ekzema, psoriaz, oq dog', vitiligo kasalligingiz bormi? Shuni ya'ni kelib chiqish sababini davolash xususiyatiga ega bo'lgan mana shu oqboshni olasiz. Gulini o'rtoqlar. Xohlang butunligicha maydalab boki bir osh qoshiqni 600 ml, ya'ni 600 gramm qaynoq suvga solib qo'yib dam bering 2 soat 3 soat va shuni 2 ovqat orasida ichasiz kun bo'yi. Ya'ni 300 grammdan 2 mal 2 ovqat orasida ichasiz. Qarabsizki, ichaklarni shunaqa tozalaydi-ki, jigardagi, toloqdagi, ichaklardagi infeksiya, bakteriyalarni yo'qotadi va buni sokini siqib olib butun tana bo'yicha bo'ylab surtsangiz, teri kanallari infeksiya zamburug'larini davolab yo'qotib yuborish xususiyati juda ham yaxshi xususiyatga ega. Faqat o'ta och qoringa iste'mol qilish mumkin emas, chunki bu kislotali muhitga ega do'stlar. Odam organizmidagi har qanday ichaklardagi boka infeksiyalarni yo'qotib muvozanatni tiklaydi. Aytyapman, tabiiy detoks. Foydalaning, juda ham zo'r, yaxshi narsa. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat. Xayr. Asosni o'zida asrang.